Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilari. Biz navbatdagi mana 500 kvadratga yaqin yangi qurib bitkazilgan bog'chamizga issiqlik tizimini o'rnatib berdik. Bu yerda ikkita bino, birinchi va ikkinchi binolar. Bu binolarda hammasiga alohida qilib ham aqlli kotyoldan, ya'ni gazda ishlaydigan nemetskiy kotyoldan ham ko'mirda ishlaydigan aqlli kotyollardan o'rnatib berganmiz. Binomizning birinchi qismi bu taraf, mana bu taraf почти 200 kvadratga yaqin obyekt. Bu yerga mana o'sha 220 talik AVB germanskiy kotyoldan qo'yib berganmiz. Bunga o'sha turbo rejimlari ham o'rnatilgan. Hozir ispitaniya jarayoniga tayyor ham yo'q. Bu yoqda qo'shimchasiga birinchi qavat polniy teplый pol bo'lgan. Va mana o'sha 200 kvadratlik 20 talik bakli ko'mir kotyoldan qo'yib berganmiz bu yerga. Bu kotyolimiz ham 100% o'zini o'zi boshqaraveradigan mana o'sha aqlli kotyolimiz bo'ladi. Buni o'sha bitta zapravkasi bemalol 8 soat, eng kamida 8 soatdan yuqori natijada yonib beradigan o'sha samarali kotyollarimizdan. Endi binomizda mana ichkarilarni o'sha qilgan ishlarimiz, montajlarimizni ozgina ko'rsatadigan bo'lsak, birinchi qavatimiz polniy teplый pol qilingan. Xo'sh. Birinchi qavatimiz polniy teplый pol qilingan bu yerlarda. Tepalariga isitish radiatorlardan qo'yib berganmiz. Xo'sh, mana bu yoqlarga o'rnagan radiatorlarimiz. Endi qolgan xonalari ham juda chiroyli tarzda. Mabodo bu bog'chada mana sharoitlarni ko'rib turibsizlar. Juda zo'r. Bu yerga farzandingizni bermoqchi bo'lib, manzilni so'raydigan bo'lsalaring, Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashu shaharchasida Qo'riqobod MFida qurib bitkazilayotgan bog'cha. Xudo xolasa tez orada ishga tushadi bu yerlar. Endi mana binomizning ikkinchi qismiga, ya'ni ikkinchi binomizga qilib berilgan, ya'ni o'rnatilgan radiatorlarimiz, ya'ni kotyollarimizni ko'rib chiqamiz. Bu binomiz anchagina katta kvadraturasi. Bu yer o'sha 280 kvadrat atrofida chiqadi. Birinchi qavatlarga, birinchi qavatning yarmiga teplый pol qilib berganmiz, qolgan joylariga radiator o'rnatilgan birinchi qavatda va ikkinchi qavatga albatta radiatorlardan o'rnatib berganmiz. Bu yerda mana 330 talik ko'mirda ishlaydigan o'sha aqlli kotyolimizdan qo'yib berganmiz. Bu sinovdan o'tgan, yaxshi effekt berayotgan kotyolimiz. Va qo'shimchasiga mana gazda ishlaydigan o'sha AVB kotyolda 30 taligidan qo'yib berilgan bu yerda. Bunda ham o'sha turbo rejimlari bor. Usilenli qilingan, ya'ni kuchaytirilgan kotyolimiz. Endi binomiz ikkinchi qismiga qilib berilgan ishlarni yengil ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi binomizga kirib kelganimizda mana bu yerlar teplый pol qilingan. Hozir ikkinchi qavatlarni ham ko'rsatamiz. Omma sharoitlarni ko'rib, men o'zim qaytadan bog'chaga kelib ketyapti, dangani. Bu bog'cha yanagi haftadan o'sha ishga tushar ekan. Agar bizni jamoatchiliklar kuzatishayotgan bo'lsa, bolalaringni beringlar mana. Tayyor yangi bog'cha, sharoitlar o'ta zo'r. Hop. Bu yerlar teplый pol qilingan mana.
Endi ikkinchi qavatimizga chiqadigan bo'lsak, ikkinchi qavatga radiatorlarni o'rnatib berganmiz. Hop. Radiatorlar o'rnatib berilgan. Agar sizlarda ham mana shunaqa katta zdaniylar bo'lsa ham, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Xudo xolasa borib chiroylilab Xudo xolasa otopleniyalarni qilib beramiz. Bu yer asosan bu ikkinchi binomiz, tepasi mansard qismi. Mansard qismiga ham qilib bergan mana ishlarimizni ko'rishlaring mumkin. Bog'chamiz mana tashqaridan ko'rinishlari. Xo'sh, birinchi qavat polni bu binomiz, birinchi binomiz polni to'pli pol qilingan. Tepalariga radiatorlar o'rnatib berganmiz. Agar mana shunaqa xizmatlar bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Xudo xolasa biz hozircha vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatib bera olamiz. Chunki shu zakazlar ko'p, Xudoga shukr, shu oxirgi paytlarda o'zimizdan ortolmayapmiz. Hozircha mayli vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatishga harakat qilamiz.